Assalomu alaykum. Siz bilan doktor Rahmonov. Siz uzoq yildan beri reumatoid artrit kasali bilan og'riysiz. Ertalablar turganda bo'g'imlaringizda shish, og'riqni his qilasiz. Hattoki sochingizni ham tarolmaydigan holatlar bo'lishi mumkin. Bu holatlar ko'p yillardan beri kuzatilayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin sizda bitta orzu ham bo'lishi mumkin, ya'ni ona bo'lish. Ko'p bemorlar bu kasallik bilan og'riyotgan vaqti xayolida 3 ta savol bo'ladi. Bu kasallik bilan men ona bo'la olamanmi? Ichayotgan dorilarim farzandimga ta'sir qilmaydimi? Emizish vaqtida dorilarni qabul qila olamanmi? Bu kabi savollarni men ko'plab eshitaman va shunday javob beraman. Ha, siz ham ona bo'la olasiz. Reumatoid artrit bilan og'rigan bemorlar ona bo'lishi, farzand ko'rishi ehtimoli juda ham yaxshi. Lekin homiladorlikka to'g'ridan to'g'ri o'tib bo'lmaydi. Reumatoid artrit bilan og'rigan bemorlar farzand ko'rishni oldindan rejalashtirishi shart. Bu tayyorgarlik bosqichi kamida 3 ta qismdan iborat bo'lishi kerak. Birinchi bosqich bu homiladorlikka tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Bu bosqich juda ham muhim qism hisoblanadi. Bu bosqichda birinchi o'rinda ahamiyatga ega bo'lgan narsa kasallikni jilovga olish, ya'ni kasallik kamida 6 oy davomida remissiya holatida bo'lishi shart. Bundan tashqari dorilar tartibini ham qayta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni homilador bo'lishni xohlaydigan bemor bilan homilador bo'lishni xohlamaydigan bemorlarning dorilar tartibi har xil bo'ladi. Masalan, metotrexat dorisi kamida 3 oy oldin to'xtatilishi kerak. Lefno dorisi esa kamida 2 yil oldin to'xtatilishi kerak. Bundan tashqari gormonlar haqida. Homilador bo'lishni reja qilayotgan bemorimiz gormonlarni kamida kamaytirishi, ya'ni 10 mg gacha sutkagacha kamaytirishi shart. Bundan tashqari nafaqat dorilar, balki tana vazni, emotsional holatga ko'ra ham bemorlar farzandli bo'lishga oldindan tayyorgarlik ko'rishi shart. Xo'sh, homiladorlikka tayyorgarlik bosqichini yaxshi olib borganimizdan keyin, ya'ni kasallik kamida 6 oy davomida remissiya holatida yuribdi. Homiladorlikda mumkin bo'lmagan dorilar, metotrexat, lefno kabi dorilar to'xtatilgan va ortiqcha tana vazni yo'q. Emotsional ravishda tayyor bo'lgan bemorimizga homiladorlikka ruxsat beramiz va keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqich bu homiladorlik davri hisoblanadi va bu davrda ham maxsus dorilarni tartibini o'zgartirish shart bo'ladi. Homiladorlik vaqti ichish mumkin bo'lmagan dorilar bor. Bular metotrexat, lefno, sulfasalazin kabi dorilar hisoblanadi. Va bundan tashqari ichish mumkin bo'lgan dorilar ham mavjud. Bularga plakvenil va gormonal davo dorilari hisoblanadi. Homiladorlik davrida shifokoringiz bilan bitta komanda bo'lib ishlashingiz kerak. Kerak bo'lsa, ginekolog, endokrinolog kabi shifokorlar maslahatidan ham foydalanish zarur. Bu kasallikda, ya'ni reumatoid artritda homiladorlik boshdan oxirigacha faqatgina shifokor nazoratida olib boriladi. Bugun aytilgan dorilar ertangi kunda to'g'ri kelmasligi mumkin. O'shaning uchun ham har oy kamida bir marta shifokor qabulida bo'lib turishingiz zarur. Bugun aytilgan, masalan, shifokorni oldiga kelgan vaqtingizda birinchi oyda ma'lum bir dorilar yozib berilsa, bu dorilar ikkinchi oy yoki uchinchi oyda to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni buning sababi analizda o'zgarishi mumkin, holat o'zgarishi mumkin, kasallik kuchayishi, kasallik susayishi mumkin. Mana shu natijalardan kelib chiqqan holatda shifokor revmatolog sizni homiladorlik davrida boshqarib boradi. Bundan tashqari dorilar, ya'ni MPVS dorilar bor. Bu MPVS dorilarni ham ma'lum bir vaqtlarda ichish mumkin va o'zini ichish mumkin bo'lmagan vaqtlari mavjud. Shu holatda homiladorlik to'g'ri olib boriladi va to'g'ri kunigacha doimiy nazorat orqali ichish mumkin. Keyingi bosqich bu emizish davri hisoblanadi. Bemorlarni shifokorga beradigan juda ko'plab savollari bu bolaga dorilar ta'sir qiladimi yo'qmi? Qaysi dorilar sut bilan bolaga o'tadi? Qaysi dorilarni emizish vaqti ichish mumkin degan savollar juda ham ko'p eshitamiz. Bu davrda maxsus dorilar, ya'ni plakvenil mumkin, prednizolon mumkin, lekin mumkin bo'lmagan sut orqali bolaga o'tadigan dorilarga metotrexat, lefno kabi dorilar kiradi. Gormonal dorilarni emizishdan kamida 4 soat oldin ichish kerak va 4 soatdan keyin bolani emizish mumkin. Plakvenil dorisini esa homiladorlik vaqtida, homiladorlik tayyorgarlik vaqtida va emizish vaqtida ham bemalol ichish mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari emizish vaqtida artrit kuchayishi mumkin. Shuning uchun ham siz shifokoringiz nazorati ostida bo'lishingiz kerak. Agar artrit belgilari, ertalabki karaxtliklar, qo'l barmoqlarda shishlar, og'riqlar kuchaysa, ma'lum bir dorilarni demak davo rejasiga qo'shish kerak va bolani emizishdan chiqarib turish kerak bo'lgan masalalarni o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va izohlarda savollaringizni qoldiring. Keyingi videoda reumatoid artritda ovqatlanish haqida siz bilan gaplashamiz.